Bugungi videomizda GT308 modelimizni to'liq video obzorlari bilan ishlashlarini tushuntirib o'taman. GT308 modelimiz to'liq rolikli mexanizmni massaj qiladi va umumiy tuzilishi bo'yicha tashqi qoplamalar, ichki qoplamalar ekoko'ja bilan ishlangan bo'ladi. Yon taraflari plastmas va podsvetkalar bilan ishlangan bo'ladi. Bu kresloyimizni massaj qilishdan oldin to'liq yostiqchasini olib qo'yishingiz bo'ladi yoki agar masajni qattiqroq qilayotgan bo'lsak, yostiqni yana qaytadan qo'yib qo'yib masajni olsangiz bo'ladi. Masaj qilishdan oldin to'liq boshingizni qo'yib olasiz va bu yerda yoqish knopkasi bo'ladi. Yoqqaningizdan keyin boshingizni qo'yganingizda to'liq yelkangiz, qo'lingiz hamma joyi to'liq skanerlab, keyin masaj qilishni boshlaydi. Bu kresloyimizda tanani skanerlab, ya'ni har bitta inson tanasiga individual yondoshib masaj qiladigan kreslo hisoblanadi. Roliklari silikonli bo'lib, tanaga botib ham ketmaydi va to'liq bo'yindan do'ng'izigacha tushib chiqib va o'zini masajini boshlayveradi. Bu kresloyimizda yelka, bel, qo'l va oyoq sohalarida yostiqli masajlari bo'ladi. Masaj yoqilgandan keyin birinchi yelkangizni to'liq masajini qilib qizdirib oladi va sekin o'sha yostiqli masajlari bellaringizni quchoqlab to'liq masajni boshlaydi. Boshqaruvlariga kelsak, bu kresloyimizda ekranlari o'zbek tiliga tarjima qilingan bo'ladi. Boshqarish uchun oson, sodda, masaj turlari 5 xil avtomat, 6 xil ruchnoy masaj turlari bo'ladi. Isitish tizimlari, yostiqli masajlarning kuchlari va roliklarning tezligini ham shu knopka orqali boshqarsanglar bo'ladi. Ikkinchi tarafi bu yerda knopka orqali boshqaruvi bor. Bu knopka orqali boshqarganingizda o'zini nol gravitatsiya rejimlari, avtomat masajlar va manual masajlar, ya'ni ruchnoy masajlarni to'g'irlasangiz bo'ladi. Yostiqli masajni xohlasangiz o'chirib qo'ysangiz bo'ladi yoki yana yoqsangiz davom etib ketaveradi masaji. Oyoq masaji bo'yicha ham shu yerda o'zidan boshqarsangiz bo'ladi. Telefon uchun USB-lari ham bor o'zida. Bu kresloyimizda bluslarida, misol uchun o'ziga yoqqan narsalarni eshitib, bemalol masajni olsangiz bo'ladi va umumiy holatda bu kresloyimiz yumshoq, ya'ni yosh katta odamlar uchun ham juda ham qulay masaj kreslo hisoblanadi. Hozirgi paytda bu kresloyimizning 3 xil rangidan bor. Bu yerda seri, qora va aynan shu kresloyimizdan bor.